Ko'z tagidagi ajinlarni bittada yo'qotadigan, o'zim doimo foydalanadigan, effekti zo'r bo'lgan ajoyib bir massajni o'rgataman. Albatta ko'ring. Bizga kerak bo'ladi yuzimizga tushadigan, uyimizda bor har qanday yuzni namlantiruvchi krem. Xullas, o'sha kremdan olasiz va yuzingizni o'sha ajini bor joylariga surasiz. Qalinroq qilib surib olasiz. Ikkala tarafiga ham. Bitta qo'lingiz bo'sh bo'ladi, mana qo'lingizni bundoq qilasiz, tepaga ko'zingizni tortasiz, mana ko'zingizni tepaga qarab ko'tariladi. Mana shuni mana kremda surgan joyingizdan bundoq tepaga silashni boshlaysiz. Mana mayin harakatlar bilan ikkita qo'lingiz bilan bundoq silaysiz, bu yerga bundoq olib chiqib qo'yib yuborasiz. Mana shunday qo'yib yuborasiz, bundoq tortasiz, xuddi manga o'xshab. Mana xuddi shunaqa qilib mayin harakatlar bilan yuzingizni ko'zingizni tagini massaj qilishni boshlaysiz. Bu massajni har kuni yuzingizni yuvgandan keyin kechki payt yotishdan oldin bajarsangiz juda ham zo'r bo'ladi. Iloji bo'lsa har kuni qiling, chunki odat tusiga aylantirsangiz sizni o'sha yuzingizda, mana shu ko'zingizni tagidagi har qanday o'sha chuqur yoki chuqur bo'lmagan har qanday ajindan forig' bo'lasiz. Bir tarafini 35-40 marta mana sekin bosib, tepaga olib chiqasiz. Bu massajni har kuni qilishingiz shart. O'sha bittada ko'zingiz tepaga ko'tarilganini ham his qilasiz o'zi mana. Ko'zingiz ostida hech qanaqa ajin qolmaydi. Men har kuni bu massajni bajaraman, erinmasdan bajaraman. Endi esa bu tarafini qilamiz. Bu tarafini ham xuddi shunday bundoq tepaga ko'taramiz, endi olib chiqamiz. Ko'zidagi qo'yiladigan kremlar bilan qilsangiz yana ham effekti zo'r bo'ladi. Mana xuddi shunaqa qilib bu tarafini ham qilasiz. Mana yuzingiz manaqa joylar osilib qolgan joylari o'sha tepaga ko'tarilishni boshlaydi. Ko'tarilganini his qilasizmi? Albatta bu ko'z uchun massajni har kuni amalga oshiring. Shunda sizda ko'zingizni tagida hech qanday ajinlardan asar ham qolmaydi. Sizlarga o'rgatayotgan mana shu massajlarimni o'zim doimo amalda sinab kelaman. Shuning uchun ham yuzimda hech qanday ajin va tirishlar yo'q. Bu videoni esa ko'zini tagida ko'p ajini bor dugonangizga yoki o'rtog'ingizga albatta yuborib qo'ying. Videoni o'zingizga saqlab obuna bo'lib qo'ysangiz, keyingi safar yuzni tarang tortuvchi ajoyib bir massaj bilan bo'lishaman.